Farzandlarimizda vatan sevgisi yetildirish haqida. Avtori Muhammad Yusuf. Aqlliq ota-onalarga aniqki, farzand tarbiyasi oiladan boshlanadi. Farzandlarning oilasidan olgan tunji tarbiyasi ularning butun hayotiga ta'sir ko'rsatadigan to'limi ahamiyatli tarbiyadir. Yana shu haqiqatni unutmasligimiz kerakki, farzandlarni yaxshi tarbiyalashni o'ylagan har qanday ota-onalar oldi bilan o'zini yaxshi tarbiyalay olishi kerak. Agar undaq bo'lmaydi ekan, farzandiga qilgan tarbiyaning unum bo'lmaydi. Shunga farzandlarda vatanparvarlik ro'yini yetildirish, ularning g'uborsiz qalbiga vatan sevgisini silish uchun oldi bilan shularni o'z qalbida yerlashtirish lozim. Vatanda beg'am yashagan bo'lsa-mu, chet ellarga chiqqandan keyin vatansizlikning dardini tortmagan, vatan sevgisiga tashna bo'lmagan, vatanning qadriga yetmagan birmi Uyg'ur bo'lmasa kerak. Kishining yurtida sulton bo'lg'icha, o'z yurtingda ulton bo'l deydigan ot so'zi shuningdan qolgan bo'lsa kerak. Gerçi o'z vaqtidagi musulmonlar Hazrati Muhammad alayhissalomning yetakchiligida vahining tarbiyasi bilan kuchlanib va qudrat tepib, Ironliklar bilan Rimliklardan iborat o'zining hayvisi bilan dunyoni titirtib turadigan ikki cho'ng imperatorlik ustidan g'alaba qilib, dunyoga adolat va haqqoniyatni yoygan va Yevropa, Afrika, Osiyo qatorliq 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan bo'lsin. Afsuski, keyingi vaqtlarda musulmonlarda bosh ko'targan jaholat va nafsoniyatchilik sababli dinning asli moyitidan chetnash, islom axloqidan yotlashish avj olgan. Necha yüz yildan beri Qur'oni Karimda so'zlangan vatanparvarlik ideyasi o'z vatanini jon tikib qo'g'dashning naqadar mo'yin farz ekanligi umumiy musulmonlarga o'rgatilmay kelgan. Madrasalardagi darsliklardan, xususan bizning vatanimizdagi madrasalarning darsliklaridan o'rin ololmay kelgan. Musulmonlar islom dinining shariat ahkomlarini to'liq o'rindash va musulmonlarning azizligini, hurligini qo'g'dash uchun mustaqil vatanning naqadar zarur ekanligini bilmay kelgan. Shu sababdan yaqinqi zamon tariximizda nurg'unlagan musulmonlar yashaydigan davlatlar kofirlar tarafidan munqarz qilinib, xalqlar qul qilinib xorlansa, boyliqlari talon-taroj qilinyotidi. Musulmonlar texicha o'z vatanini qo'g'dashning, dinini qo'g'dashga o'xshashla zarur majburiyat, hatto shu dinini qo'g'dashning qalqini ekanligini, mustaqil vatan bo'lmasa, dinning farmonlarini bajo keltirgili bo'lmaydiganligini tunib yetolmayotidi. Buning misoli Xitoy kommunistlariga yem bo'lib, qirilib tugash oldida turgan nadonlik va jaholatni qoldirilib, vatansizlik dardida urib, har yerlarda xorizorlikda tepchaklayotgan Uyg'urlar, ya'ni Sharq Turkistonliklardir. Gerçi buvimiz Sultan Sutuq Bo'raxon 1000 yillar ilgari islom dinini qabul qilib, davlatni adil boshqarib, bir mezgil ro'naq topqizgan bo'lsa-mu, keyingi xoin munofiqlarning satqinligi, kofirlarning munbat boy tuproqimizga ko'z qizartib, oraga fitna fasod uruqini chechishi bilan oppoq xo'ja davrdagidek oqtog'liq, qortog'liq bo'lishib, jon jigarlar o'zaro bir-birini qirishib, uyusholmaslik va bir-birini qo'llamaslik natijasida
Dövlətimiz yaman niyetli kişilərinin qolida talan-taraj bo'lishqa başlagan. Bu hökümdarlar başqurishqa oson bo'lsin uchun xalqimizni nadonlikda qoldirish, islom dinini burmilab, o'z foydasiga to'g'rilab tashviq qilish natijasida bara-bara xalqimiz shaxsiyatchi, qo'rqinchoq, qo'rsoq to'yg'izishdan boshqani o'ylamaydigan bo'lib qolgan. Shunga asta-asta keyingi avlodlarga vatanparvarlik ro'yi, vatan qo'g'dashning farzligi, mustaqil vatanning naqadar zarurligi haqidagi ta'limotlar singdirilmagan yoki o'gitilmagan. Maktab madrasalarimizda bu mavzuda darsliklar bo'lmagan. Shundaqla hokimiyat uchun xizmat qiladigan jon baqar mollalarning vaz tabliqlaridami mundaq bir mazmunga o'rin berilmagan. Haqqani ulamalarimizning tili bog'langan bo'lib, ular xalqqa dinning haqiqiy mohiyatini to'g'ri yo'sinda yetkazish fursatidan mahrum qilingan. Natijada xalqimiz dinimizning amal ibodat qismini o'rgangan. Ammo dinimizni va o'zimizni qo'g'dab qilishimizning eng asosli tutqusi bo'lgan vatanparvarlikdan butunlay xabarsiz qolgan. Shunga bizda ajdodlarimizdan tortib vatan so'yish va uni qo'g'dash ingi yetilmay kelgan. Amdilikda dunyo taraqqiyotining turtkisi bilan jahon o'zgardi. İslam dinini to'g'ri va cho'nqur o'rganish ham o'gitish, to'liq tafakkur qilib, tushunishga agishib, bir qism islom davlatlarida toki yaqinqi kunlarga qadar vatan so'ygisi, vatanparvarlik, mustaqillik bayrami, Cumhuriyet bayrami deganlar bid'at sanaladigan bir qism islom davlatlarida ahvol o'zgardi. To'g'risi, ular dinning ro'yini tushundi. Hozir Saudiya Arabistonga o'xshash davlatlarda davlat qurilgan kunini xotirlash nihoyatda hashamatlik tabriklanadigan, butun mamlakat miqyosida davlat bayrog'i javlon qiladigan, xalq xo'shal-xuramliq va hayajonga cho'mgan holda bayram o'tkazadigan, shu kuni butun mamlakat miqyosida ishchi xizmatchilarni davlat bayramilik dam ilishga qo'yib berdigan holat shakllandi. Növbətdəki vəziyyətdə biz qandaq qilishimiz, nima qilishimiz kerak? O'tgan o'tdi, ketgan ketdi. Endi uyqumizni ochadigan vaqt yetib keldi. Agar biz emdimi uyg'onmasak, vatanimizdan ayrilib qolganni azdab, tilimiz, dinimiz va urf-odatlarimizdanmi ayrilib qilishimiz turg'anli gap. Muacirat yaşayotgan Uyg'urlar mayli qaysi davlatda bo'lsin, o'zlari yaşayotgan davlatlardagi xalqlarning vatanparvarlik ro'yidan oz to'la ta'sirat olmaydigan yo'q deb o'ylayman. Chunki Yevropaliklarning zimin talishib, birinchi va ikkinchi dunyo urushlarini chiqarganligi, turklarning vatanni qo'g'dash yo'lida Çanakkale va boshqa joylarda tajovuzchilarga qarshi urush qilib, 100 minglarcha shahid berganligi, arablarning Aljeriyada vatanni ozod qilish uchun 2 million odamini shahid berganligi har qanday bir odamni ta'sirlantirmay qolmaydi. Muaciratdagi Uyg'urlarning o'zlari yashayotgan davlatlardagi xalqning yaxshi fazilatlaridan bo'libmi vatanparvarlik ro'yidan ulgi ilib, oldi bilan o'zlarida vatanparvarlik ro'yini urg'utib, vatan uchun o'zining eng qimmatli narsasini taqdim qila oladigan bo'lishi, farzandlarda shu xil ruhni yetildirishning oldingi shartidir. Shunga ona vatanning qadriga yetgan har bir Uyg'ur vatanparvarlikni, vatan muhabbatini avval
o'zining qalbiga naqsh qilib chiqishi shart. Buning uchun oilada vatan, ona tuproqqa oid materiallar bo'lishi. Mümkün bo'lsa, farzandlar bilan birga o'tirib, vatan haqidagi paranglarni selish, vatanning tarixi, go'zal tog' daryolari, yer osti va yer usti boyliqlari, dangliq olim o'limalari, qahramon o'g'il qizlar to'g'risidagi hikoyalarni so'zlashish. Mümkün bo'lsa, rasmli kitoblarni yoki shuningga oid karton filmlarni birga o'tirib ko'rishmi? Bak oddiy ham unumlik bir usullardir. Balalarga Uyg'ur tilini o'rgatishni xuddi iymon, islomni o'rgatgandek o'rgatish intayin zarur. Chunki bizni millat sifatida saqlab qoladigan angushtlarimiz, dinimiz va tilimizdir. Düşmanlarimiz bu haqiqatni bilganlikdan eng avval bizni bu ikki angushtlarimizdan ayirib etishga tirishyapti. Maktab yoki madrasa ichishga sharoit tayyor beradigan joylarda sopoliq va saviyalik hammadan muhimi yuragi iymon va vatan sevgisi bilan to'lgan o'qituvchi ustozlarni tanlashga va darslik programmalarni yangilab, Uyg'ur tili, Uyg'ur urf-odatlari, Sharq Turkiston tarixi, Sharq Turkiston jo'grafiyasi, Sharq Turkistonda o'tgan har soha olimlar, qo'mondonlar va inqilobchilarning ish izlari qatorliqlarni kirgizib, qayta tuzib chiqishga ahamiyat berish kerak. Tugidi. 2020 yılı 6 aprel